Assalamu alaykum, hürmetli televizor görgüçüler. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Bugun seyşembe. Hürmetli ko'rmanlar, tövende diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsiloti bo'lsin. Uyghur Akademiyasi qurilganligining 15 yillik munosabati bilan Turkiyaning Istanbul shahrida qurilishining 15-yilida Uyghur Akademiyasi va Uyghur Akademiyasining diasporadagi roli nomli muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'inda nuqtali holda Uyghur Akademiyasi qurilgan 15 yildan buyon uningga singdirilgan mehnatlar, shundaqla qo'lga keltirilgan natijalarga qarab chiqildi. 13-yildagi ichilish marosimiga Uyghur Akademiyasining raisi, Dunyo Uyg'ur Qurultayining oliy maslahatchisi, Doğrugerlik alimi Dr. Rishad Abbas, Uyghur Akademiyasining sobiq raisi, Dunyo Uyg'ur Qurultayining oliy maslahatchisi Professor Dr. Alimjon Inoyat apandi, Dunyo Uyg'ur Qurultayining muavin raisi Dr. Erkin Akram, Turkiyadagi Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlarining mas'ullari va Uyghur Akademiyasining taklifiga binoan Uyghur yoshlarini tarbiyalash kursida dars berish uchun kelgan mutaxassislar va Uyghur yoshlar ishtirok qildi. Mazkur yig'in Turkiya va Sharq Turkistonning istiqlol marshini o'qish bilan boshlandi. Ichilish marosimida so'z qilgan Dr. Rishad Abbas apandi Uyghur Akademiyasining qurilish jarayoni va ayni vaqtdagi vaziyat to'g'risida ma'lumot berib o'tdi. 2009-yili 7-oyning 5-kuni Urumchi qirg'inchiligi yuz bergandan keyin Uyghur Akademiyasi shu yili 9-oyning 9-kuni 9 nafar vatansuyar Uyghur yosh tarafidan qurilgan edi. 15 yil burun tug'ilgan bir bolami cho'ng bo'lib, jamiyatga qo'shilgandek Uyghur Akademiyasi 15 yildan buyon nurg'un jarayonni beshidan o'tkazdi. Dr. Rishad Abbas ichilish nutqida Uyghur Akademiyasining qurilish maqsadi to'g'risida to'xtalib, mundaq dedi. Uyghur Akademiyasining dastlabki qurilish maqsadi vatandan Turkiyaga va boshqa davlatlarga o'qishga chiqqan o'quvchilarga yordam qilish, muhojiratga Uyg'urlarni bir yerga jam qilish, turli faoliyatlarni uyushtirish, ularning kasbiy jihatdan ilgirilishi va o'zaro fikr almashtirishni amalga oshirish edi. Shundaqla Uyg'urlarning milliy kimligi va madaniyatini qo'g'dashma akademiyaning maqsadi edi. Orqadan Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Iso apandi sin ko'rinish orqali so'z qilib, qurultay qurilgandan buyon bo'libmi jazo lagerlari masalasi o'tirg'i chiqqandan keyin Uyghur Akademiyasining Dunyo Uyg'ur Qurultayi bilan zich hamkorlashib, Uyg'ur davosiga zo'r to'kib qo'shganligini ta'kidlab o'tdi. Uyghur Akademiyasi qurilgandan keyingi 15 yildan buyon bo'libmi keyingi 7-8 yildan buyon Dunyo Uyg'ur Qurultayi bilan bo'lgan hamkorlik yuksak nuqtaga chiqdi. Buning tipik misoli men har doim ta'kidlayotgandek 2020-yildan 2021-yilning oxirigacha davomlashgan Londondagi Uyg'ur sotining muvaffaqiyatli davomlashishida Uyghur Akademiyasidagi qarindoshlarimizning to'kpisi g'oyat zo'r bo'ldi. Uyghur Akademiyasi Uyghur soti uchun material to'plash, yig'ish va tarjim qilish xizmatlariga yordam qilmagan bo'lsa, Uyghur soti muvaffaqiyatli bo'lmagan bo'ladi. Uzun yil Uyghur Akademiyasining raislik vazifasini o'tagan va Dunyo Uyg'ur Qurultayining oliy maslahatchisi bo'lgan Izmirdagi Ege universitetining professori Alimjon Inoyat apandi 15 yil jarayonida Uyghur Akademiyasining tarixiy vazifasini o'rinlashga tirishayotganligini, hozirgacha 7 davlatda sho'basining qurilganligini ilgari surib, mundaq dedi. Uyghur Akademiyasi iqtisodiy va psixologiyalik bisimlarga qaramay, o'zining tarixiy vazifa va mas'uliyati bo'yicha qat'iy iroda va fidokorlik ro'yi bilan izchil ilgirlab, unumli natijalarni qo'lga keltirdi. Bugungi kunda Uyghur Akademiyasining Turkiya, Amerika, Kanada, Avstraliya, Yaponiya va Yevropa qatorliq davlat va rayonlarda 7 tarmoq sho'basi qurildi. Shuning bilan Uyghur Akademiyasi xalqaralashgan tashkilotlardan biriga aylandi. Albatta, bularni amalga oshirish oson bo'lmadi. Nurg'un tirishchiliklar ko'rsatildi, badallar to'landi. Men buningga to'kib qo'shgan barliq kishilarga rahmat aytaman. Ichilish marosimi oxirlashgandan keyin Fransiya davlatlik fan tadqiqot idorasining tadqiqotchisi, shundaqla Uyghur Akademiyasining ijroiya raisi Dr. Mamtimin Abbas apandi bilan Uyghur Akademiyasi vaqfisining raisi Maqbarat Kamal xonimning riyosatchiligida yig'in ahlining savollariga javob berish yig'ini o'tkazildi. Uyghur Akademiyasi rahbarlari ayrim-ayrim so'z qilib, Uyghur Akademiyasining besib o'tgan 15 yillik musobaqasi to'g'risidagi savollarga javob berdi. Uyghur Akademiyasi 2022-yili 12-oyning 9-kuni Amerikadagi George Washington universitetida Uyghur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan tunji qitim irqiy qirg'inchilik davom qilayotganda Uyghur madaniyatini qo'g'dash xalqaro ilmiy muhokama yig'ini 2023-yili 7-oyning 8-kuni Anqarada Uyghur tili va madaniyatini qo'g'dash xalqaro muhokama yig'ini ochgan edi. Bulardan sirt ko'p qatam Uyg'ur yoshlarni ona til va Uyg'ur madaniyati bilan tarbiyalash kursi ochdi. Hozir bir hafta davomlashadigan Uyg'ur yoshlarni ona til va Uyg'ur madaniyati bilan tarbiyalash kursi Turkiyaning Istanbul shahrida davomlashmoqda. 2022-yili 8-oyning 17-kuni Angliya xalqaro qonun advokati Michael Polak
Argentinalik advokatlardan Gabriel Cavallo ve Juan Neto qatarlıqlar Dünya Uyghur Qurultayı ve Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşuga vakalatan Argentina Jinoiy ishlar sotiga Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan ariz sungan edi. Ayni chaqda Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi va Uyghur Kişilik Hüquq Qurilishining direktori Ömer Qanat va xalqaro qonun advokati Michael Polak qatorliqlar Argentina poytaxti Buenos Airesga yetib berib, bir necha kun tayyorlik xizmatlarini ishlagan va 17 avgust kuni rasmiy holda Argentina Jinoiy ishlar sotiga berib, Xitoy ustidan sungan arizni yetkazgan edi. Biroq oradan bir yil o'tganda Argentina Jinoiy ishlar sotining taftish amaldori bu da'voga qarmaslik haqida qaror chiqargan. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandining bildirishicha, taftish amaldorining bu qarori Turkiyadagi bir qism advokatlarning allaqachon bundaq bir da'voni ochganligidan iborat bir xato uchurga asosan berilgan bo'lib, ular isbotlar orqali bu qarorga e'tiroz bildirgan. Argentina Jinoiy ishlar Federatsiya Oliy soti 2024-yili 11 iyul kuni qaror chiqarib, Buenos Aires arziyat sot mahkamasining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi delosi ustidan sot ochmaslik qarorini og'dirib tashlagan. Ular Buenos Aires arziyat mahkamasining Dünya Uyghur Qurultayi bilan Uyg'ur haqlarini qo'g'duvchi advokatlar Argentina sot mahkamasiga yo'llagan arzida taftish doiralarining fikrini qabul qilib, bu arizni arxivda saqlashni qaror qilish xatolik deb hukm chiqargan. Shundaqla taftish doiralarining darhol tekshirish boshlashni buyurgan. Dolqin Aysa apandi Argentina Jinoiy ishlar Federatsiya Oliy sotining qarorini qarshilab, uni intayin muhim ilgirlash deb ko'rsatdi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoyati Amerika qatorliq g'arb demokratik davlatlar hukumatlari, parlamentlari va hatto mustaqil Uyg'ur sud kollegiyasi tomonidan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb bekitilgan bo'lsa-mu, biroq jinoyatni surishtirish va uni jazolashni ishga oshirish uchun xalqaro sud va shuningdek dunyoning har qanday yeridagi kishilik huquq dafsanchiliklariga qarab chiqish huquqi bo'lgan Argentina sotiga ariz qilish to'g'ri keldi ekan. Argentina Jinoiy ishlar sotining irqiy qirg'inchilik jinoyati, insoniyat qarshi jinoyat va dunyoning har qanday yeridagi odam qiynash jinoyatlaridan hisob so'rash huquqi bor bo'lib, bu sotga sunilgan ariznomada Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga elib berayotgan xalqaroliq jinoyati hamda bu jinoyatning eng chong javobgarlari ko'rsatilgan edi. Dünya Uyghur Qurultayiga vakolatan Argentina sotiga ariz sungan advokat Michael Polak bu vaqtdagi yozma inkasida bu qarorni obid xarakterli qaror deb baholagan. O bayonotida BDT xavfsizlik kengashining doimiy a'zolarining biri bo'lgan Xitoyga qarshi bir xalqaro sud kollegiyasi qurish mumkin bo'lmayotgan bir sharoitda Argentina sotining bu qarori mustaqil sotchilarni ta'sir ostiga olg'ili bo'lmaydiganligini ko'rsatib berdi deb ta'kidlagan. Michael Polak bayonotida yana mundaq degan: bu ziyonkashlik uchirg'ichilar jinoiy ishlar sotida o'zlari ko'rgan qiyin qistoq va ziyonkashlik to'g'risida tunji qatim dalil isbot beradigan fursat bo'lib qoladi. Ishonamizki, tekshirish bosqichi boshlangandan keyin sud mahkamasi dalil isbotlarning javobgarlarini qo'lga tushirishdan iborat bir yo'nalishni ko'rsatib beradiganligini cho'nqur his qiladi va javobgarlar ustidan tutish buyrug'i chiqaradi. Advokat Michael Polak bayonotdagi so'zda yana dunyodagi demokratik davlatlarni Xitoyni Uyg'urlar qaratayotgan zulmini to'xtatish haqidagi chaqiriqlarni yanglashga chaqirib, jinoiy javobgarlikni kapolatga ega qilishning dunyo adolatini saqlab qilishda intayin muhim rol borligini eskartgan. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandi bu qarorni irqiy qirg'inchilik jinoyatining javobgarlarini jazolashdagi tunji qadam dedi va bundan keyingi xizmatlar uchun advokatlar bilan ishlashga boshlaydiganligini bildirdi. 13 iyul kuni Qirg'izistonning Lebanovka yezisidagi Madaniyat uyida Uyg'ur tilida nashr qilingan Ittifoq gazetining 30 yillik munosabati bilan cho'ng faoliyat bo'lib o'tdi. Faoliyatga Qirg'iziston Xalqlari birlashmasi kengashining muavin raisi Zuhra Shidakova, oz sonliq millatlar vakillari, shundaqla Qozog'istondan kelgan jamoat arbobi, san'atsuyar Vaqqos Mamadinov boshliq bir to'p ziyolilar, muxbirlar, Bishkek shahri va Chu viloyatining tarkibidagi yeza va rayonlardan kelgan Uyg'ur jamoati bo'lib 300 dan oshiq kishi qatnashdi. Mazkur faoliyat Ittifoq gazeti tahririyat bo'limining tashabbusi va Qirg'iziston Uyg'urlari Ittifoq jamiyatining qo'llab-quvvatlashi bilan uyushtirildi. Faoliyat Ittifoq gazetining muharriri Akbarjon Bogdanovning riyosatchiligida o'tkazildi. Mazkur faoliyatda Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim videoliq tabrik so'z aytgan bo'lib, u videoliq nutqida Ittifoq gazetining 30 yilligini tabriklab, tovandikilarni izhor qildi. Assalomu alaykum Qirg'iziston Cumhuriyeti yashayotgan aziz Uyg'urlarim. Assalomu alaykum Ittifoq gazetining mushtirlari, qo'llag'uvchilari, jumladan 30 yıldan bu yan İttifaq gazetini nurg'unlagan qiyinchiliklarga qaramay davomlashtirib kelgan, buni quvgan bu İttifaq gazetida hozirgacha jon fidolik bilan xizmat qilgan aziz sabtashlarim, jumladan Muzaffar Qurban,
Şemşidin aka, Kasımcan efendim, Ekbercan Bavdun efendim ve hazırki redaksiyonu Zümrət Hanım ve isim atalmağan muşu gezit üçün keç gündüz bedel töleyen, ter tökken aziz saptaşlarım. Sizlerni Dünya Uyg'ur Qurultayı namıdan, Dünya Qurultayı'nın bütün dünyadaki vekilleri namıdan kızgın tebrikleymen ve salam yollayman. 30 yıl uzun bir ceryan. 30 yıldan bu yan chet ellerde, nurgulluğan devletlerde okşaş bulmagan şekilde Uygur tilide gezitler, jurnallar, neşir efkarları neşir kılınıp geldi. Ama nurgulları her xil sebepler bilen, maddi sebepler var. Başka bir gün teknoloji 20 yılının 30 yılının aldıdaki vaziyet bilen hazırlık vaziyet okşamaydı. Muşna sebepler bilen nurgulluğan bu neşir efkarları takılıp gitti veya ki davamlaşmadı. Ama ittifak gezdi 30 yıl ilgili başlayan bu hareketini bir gün to'xtatib koymay, üzlüksüz davamlaştırıp texmi kengayip bugün Orta Asya'da, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'da birden bir Uygurlar suyup okuladigan bir Uygur tilideki neşir efkar bulup davamlaşıp yatıdı. Bu münasebetle bununla köngül bölgen bu hizmetini davamlaştırıp kelgan saptaşlarımı tebrikleşten birge muşu ittifak gezisini yaşatış için muştur bolgan bütün muşturlarga, qollug'uchilarga, bizning tijoratchilarimizga, maddi ve manevi yordamda bolgan insonlarimizga maqollarni yozgan qalamkashlarimizga bu yerdan salom ve hurmatlarimni bildiraman. Mazkur faoliyatga qatnashgan Qozog'istonning Olmaota shahridagi Kalina mahallasining yigitbeshi Rahimjon To'qayev ittifaq gezitining mazmun to'g'risida so'z qilib, ittifaq gezitini Olmaota shahridagi cho'ng kichik Uyg'ur o'qirmanlar so'yib o'qiydiganligini tilga oldi. Faoliyat davomida ittifaq jamiyatining muvaqqat raisi Tursun Nazarov so'zga taklif qilinib, mazkur gezit duch kelayotgan asosli masala mushtari to'plash va gezitning sonini ko'paytirishdan iborat ekanligini ta'kidlab o'tdi. Qirg'iziston Xalqlari birlashmasi kengashining muavin raisi Zuhra Shidakova mazkur gezitning 30 yillik mavjudligi haqida to'xtalib, mundaq dedi: 30 yil tarix uchun hech bir narsa emas, lekin kichik bir gezit uchun 30 yil nihoyat zo'r fidokorlikni talab qiladi. Bu gezit jamoat ishlarini, Qirg'izistondagi faoliyatlarni, shundaqla xalqarалық uchurlarni o'z sahifalarida yoritib keldi. Bu gezitning Qirg'izistondala emas, balki yana Qozog'iston va boshqa davlatlardami o'qirmanlari bor. Bugungi faoliyatdan men bek ta'sirlandim. Shu gezitning oqsoqollar uchun naqadar qimmatli bo'lganligini ko'rdim. Shu gezitni asos qilish bek to'g'ri qaror bo'lgan ekan. Sizlar gezit orqali Uyg'ur xalqining boy madaniyatini boshqa ellarga tanishtirib kelyapsizlar. Men ittifoq gezitining tahrirot bo'limini chin qalbimdan tabriklayman. Faoliyat davomida gezit fidoyilariga gezitning nashr qilinishi va tarqalishida xizmat ko'rsatgan kishilarga taqdirnoma va tashakkurnomalar taqdim qilindi. Mazkur faoliyatga qatnashgan Novopokrovka mahalla mashrifining pashshabegi Ismoil Ansarov Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, gezitdagi ba'zi masalalarni hal qilishda o'zining o'y-fikrlarini bildirib o'tdi. 1994-yili 25 mart kuni ittifoq gezitining birinchi soni chiqqan edi. 30 yil jarayonida ittifoq geziti nurg'un qiyinchiliklarni boshdan kechirdi. Ayni vaqtda kompyuter va bosma texnika vositalari bek to'van bo'lg'achqa Uyg'ur yezigidagi bosma uyini tepish bek qiyin edi. Shuning uchunmi gezitning oldingi tunji 4 sonini marhum Azimjon Nizomiy qo'lda yozib chiqqan bo'lib, keyincha fidoyilarning kuchi bilan xat besish mashinasida besib tarqitilgan edi. 1996-yili Qirg'iziston Adliya ministrligi Qirg'iziston Uyg'urlar ittifoq jamiyatining faoliyatlarini 3 oy to'xtatib qo'ygan edi. Shu vaqtda mazkur gezitmo to'xtab qoldi. 1997-yili gezitning nomi Vijdon ovoziga o'zgartirilib nashr qilindi. 1998-yili sentabr oyidan boshlab bu gezit Qirg'iziston Uyg'urlarining nashr organi sifatida qaytadan ittifoq geziti degan nom bilan chiqishga boshladi. Ittifoq geziti dastlabda faqat 4 betlik bo'lgan, keyin 8 betlik, oxirida bugungi 16 betlik gezitga taraqqiy qildi. Bugun bu gezit Uyg'ur, Rus va Qirg'iz tillarida rangli holatda nashr qilinmoqda. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, ittifoq gezitining sahifalarida Uyg'ur tilidagi maqolalar Chag'atay yezigi asosidagi Koni Uyg'ur yezigi va Kiril Uyg'ur yezigi bilan nashr qilindi. İttifaq geziti Qirg'iziston Uyg'ur jamoatining ijtimoiy siyosiy geziti bo'lib, navbatda 3300 soni nashr qilindi. Bu gezit hozir Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston va Rossiya Federatsiyasidagi Uyg'ur jamoatiga tarqatilmoqda. Shundaqla Turkiya, Yevropa davlatlari va boshqa ellardagi Uyg'urlarga elektronlik nusxasi tor orqali avatilmoqda.
Hürmetli görürmenler, tövende diktanlarga kündəlik xəbərlər proqramımızdan təfsilatını sunduk. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkicha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Jungle.